Xo'sh, qaranglar endi. Demak, biza bu yerda bugungi mavzumiz elementlarni joylashuvini o'zgartirishda o'rganib chiqamiz. Demak, bitta div beraylik element. Buni ichiga lorem 3 yozib, CSS ulag'olamiz. CSS. Xo'p. Bunga bitta class berib qo'yaylik. Qarab turinglar, ko'chirishga beraman. Birinchi yaxshilab tushunib olinglar. Demak, width'iga 400, heightiga 200. Xo'p, ko'rinish uchun background color anaqa. Endi buni ochib olamiz. Mana. Tushunarli? Endi mana shuni joyini o'zgartirishimiz kerak. Biz shu vaqtgacha sizlar bilan buni joyini o'zgartirishda ko'rmaganmiz. Endi buni joyini o'zgartirishda ko'rib chiqamiz. Xo'p, joyini o'zgartirish uchun biz bunga position xususiyatidan foydalanamiz. Positionning bir necha xil xususiyati bor mana. Absolute, fixed, relative, static, sticky. Tushunarli? Demak, bizada o'zi jimlik holatida har bitta elementi o'zini pozitsiyasi bo'ladi, ya'ni turgan joyi bor-ku, har doim bo'ladi. O'sha narsa statik holatda turadi, ya'ni o'zgarmas. Joyini o'zgartirishimiz mumkin emas buni. Misol uchun mana shuni sal o'ngroqqa yo sal teparoqqa yo pastroqqa qilishimiz uchun nima qilamiz biz? Ana shunday pozitionni o'zgartirib qilamiz. Hozir misol uchun buni o'rtaroqqa olib kelish uchun yo margindan foydalanishimiz kerak, to'g'rimi? O'rtaroqqa. Lekin unda ham elementning joyi o'zgarmaydi, prosta bo'shliq, elementga qo'shimcha narsa qo'shiladi. Shuni evaziga bu joyi o'zgargandek bo'lib ko'rinadi. Hozir bizlar margin padding hech narsa bermasdan turib, buni joyini o'zgartirsak bo'ladi. Buning uchun bizlar demak buni statik emas, relativ holatda qo'yamiz. Demak, bu relativ holatda bu o'zi turgan joyga nisbatan, ya'ni asl o'zini birinchi turgan joyiga nisbatan o'zgartiramiz. Ya'ni siljitamiz. Demak, aytamiz. Top degan nima degani bu? Yuqori degani, tepa. Tushunarli? Tepa tomonidan 50 piksel beramiz. Tushunarli? O'zi turgan joyi tepa tomoni 50 piksel pastga tushdi. Yoki chap tomondan left. Bu yoqdan ham bir 100 piksel suraylik. Tushunarli? Ikkita tomonda surishimiz mumkin, yo tepa, yo chap. Yoki bo'lmasa tepa emas, pastdan suradigan bo'lsak bo'ladi. Biroz shu tepaga chiqib ketadi. Ko'rinmay qolyapti. Biroz element tepaga, past o'zi turgan joyga nisbatan tepaga chiqib ketyapti. Tushunarli? Buni xohlasak, misol uchun top deb yozgan holatda yana tepaga chiqarmoqchi bo'lsak, mana bu yerda yozsak bo'ladi. Minus 10 piksel yozsak, minus desak ham tepaga chiqadi. Tushunarli? Agar buni hozir men o'chirib qo'yayotgan bo'lsam, asl joyi mana shunday. Tushunarli? 10 piksel bor edi, 10 piksel tepaga chiqarib qo'ydik. Tushunarli? Demak, mana shunday. Top, left, right, bottom. Mana shu to'rtta qiymat bilan o'zi turgan joyiga nisbatan siljitishimiz mumkin ekan. Demak, position relative o'zini joyiga nisbatan o'zgartiradi. Tushunarli? Endiginisi keyingi elementimiz bizlar bitta container ochaylik. Ya, ter guruh. Hop, buni ichiga endi nima yozamiz? Xo'sh, box 2 deb qo'yaylik. Box 2. Bunga ham lorem 5 ta beramiz. Endi qaranglar.
Hop, konteynerni ko'rish uchun konteynerga bitta yozamiz. Border berib qo'yamiz. Hop, border pixel solid rectangle qizil chizib beraylik. Mana konteyner shu. Endi konteynerda ichida bizlarda nima box 2 bor edi, to'g'rimi? Endi mana shuni joyini o'zgartiramiz. Hop, bunga bizlar birinchi width beraylik. 300 box 800 yo'q. Background color bunaqa, bunga background, bunga background shartamiz. Qaranglar. Mana, mana bu konteynerning ichida bitta boksimiz bor. Endi bu konteynerda bizlar width height beramiz bunga ham. Misol uchun width'iga 800, height'iga 600 bo'lsin. Mana konteynerimiz kattalashdi. O'rtaga chiqish uchun buni xohlasak position, xohlasak margin auto bilan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Endi qaranglar. Endi bizlar pozitsiyasini endi o'zi turgan joyga nisbatan emas, o'zining nimasiga, otasiga nisbatan joyini o'zgartiramiz. Ya'ni mana bu konteyner, mana bu box 2 ning otasi o'shanga nisbatan o'zgartiramiz. Bu qanday bo'ladi? box 2 Endi box 2 ga position beramiz. Position absolute beramiz. Tushunarli? Relativ emas. Relativda o'zi turgan joyga nisbatan pozitsiyasini o'zgartirsa, absolutda otasiga nisbatan o'zgartiradi. Misol uchun rightdan 0 deb qo'ysak, ya'ni o'ng tomondan 0 pikselga joylashsin desak, mana bu yoqqa joylashadi. Konteynerdan chiqib ketdi. Nima uchun? Chunki bu otasi qachonki pozitsiyani relativ bo'lsa, otasining pozitsiyasi o'shanga nisbatan oladi. Hozir bizlarda konteyner mana bu box 2 ning otasi bo'lgan bilan uning pozitsiyani qanaqa? Yo'q, nima edi boya? Yozmagan bo'lsak? Static. Pozitsiyani static edi. Static edi. Shuning uchun bu konteynerdan chiqib ketdi. Position absolute xususiyatlaridan bittasi o'sha o'zi turgan pozitsiyani, ya'ni asl pozitsiyasini yo'qotadi elementlar. Tushunarli? Endi bu agar biz relativ qiladigan bo'lsak, mana shuni ichi bo'yicha yuradi. O'ng tomondan 0. Tushunarli? Bizlarda bitta pozitioni relativ bo'lgan element bu body. Tushunarli? Mana bu konteynerning pozitioni relativ bo'lmaganligi uchun bu nima qildi? Konteyner meni otam emas deb nima qildi? Bodyga nisbatan joyini o'zgartirdi. Chunki mana bu yer bizlarda nima? Mana bu chaka bodyning tana qismi hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar? Body ko'ryapsizlar? Bodyni tanlasa mana o'sha nima qilibdi? Egallab turibdi. Tushunarli? Agar uni otasini pozitioni relativ bo'lmasa nima qilar ekan? Bodyga nisbatan joyini o'zgartirar ekan. Tushunarli? Endi misol uchun rightdan 0, bottomdan misol 10 piksel beradigan bo'lsak, pastga nisbatan mana 10 piksel sal tepapti. Ya'ni siljitishda bu top, left, right, bottomlar bu elementni siljitish. Faqat qayerga qarabligini mana shu position belgilaydi. Relativ bo'lsa o'zini asl joyiga nisbatan, absolute bo'lsa otasining yon tomonlariga nisbatan. Tushunarli? Right bersak otasining o'ng tomoniga nisbatan suradi, bottom bersak otasining past tomoniga nisbatan suradi. Tushundira oldimmi? Qiyin emasmikan? Mana shu ikkalasida ko'pchilik chalg'iydi. Mana shu ikkalasini sizlar asl mohiyatini bilib olsalaring bo'ldi. Bu yoq uncha muammo narsa joyi yo'q. Tushunarli? Xohlasak buni misol uchun pikselda emas, boyagi foizlarda bersak bo'ladi. 50% qilsak qanday bo'ladi?
o'rtaga bor. Ya'ni pastga nisbatan yarmigacha suradi, siljitadi. Mana, ya'ni pastki tomonini mana bu pastiga nisbatan 50%. Ya'ni mana konteynerning o'rtasi mana shu hisoblanadi. Tushunarli? Endi bunga misol uchun buni chap tomondan ham hozir, o'ng tomondan ham 50% ga olib kelsak, O'rtaga borib qoladi. yo'q. O'rtaga bormaydi. Chap tomoni ham o'rtaga kelibdagina mana. Mana bu yer o'rtasi, bu yer o'rtasi. Mana bu burchagi o'rtaga borib qolyapti. Agar ana shu To'g'rimi? Endi elementni o'zini o'rtaga olib kelish uchun nima qilamiz? Elementni eni qancha edi? 300. 300, bu yog'i 200. 200 edi. To'g'rimi? Demak, buni qancha o'ngga surishimiz kerak? O'rtaga kelish uchun. Mana buni eni qancha? 300. Ha, o'rta, hozir mana bu chap tomon o'rtada turibdi. Qancha surishimiz kerak? 150. 150. Ya'ni 50% ga nisbatan 150 piksel kamroq surishimiz kerak, to'g'rimi? Ha? 50% ga nisbatan 150 piksel kamroq. Buning uchun nima qilamiz? Bundan 150 pikselni ayirib tashlaymiz. Mana shu ayirish qo'ysa ishlamaydi. Buni ishlatishda yo'li bor CSS da. Buning uchun bizlarga bitta funksiya keladi, bu calc. Ya'ni kalkulyator vazifasini bajaradi. O'shani ichiga, o'shani ichiga 50% minus 150 piksel deb yozsak, mana o'rtaga keladi. Ya'ni hisoblab beradi-da bizga. Mana bularning o'rtasida turibdi, ravma. Tushunarli? Tepaga ham nisbatan qilish uchun bunga ham xuddi shunday yozamiz. Calc 50%. Faqat mana bunday ishoralar qo'yishda, ayirib, qo'shuv, ko'paytiruv, bo'luv ishoralar qo'yishda oldidan va orqasidan bo'sh joy tashlash kerak. Bo'lmasa ishlamay qoladi. Mana. Ravni o'rtasiga keldi, to'g'rimi? Shundaymi? Yo'q. Yo'q, 200. Pastroq. Ha, 200 ida mana bu yer, 100 bo'lish kerak endi, to'g'rimi? Mana endi o'rtasiga keldi, to'g'rimi? Ravni o'rtasiga. Mana shunaqa. Demak, calc tushundik, agar men bu yerda aytganimdek, mana bunaqa bo'sh joylarda biz qo'ymay ketsak, bu ishlamay qoladi. Tushunyapsiz-a? Mana bu qiymat ishlamayapti-da, ya'ni battimdan surilmayapti pastga nisbatan. Shuning uchun oldidan va orqasidan ishoralarda nima qo'yishimiz kerak ekan? Bo'sh joy qo'yishimiz kerak ekan. Bu positionda ikki xil xususiyati. Endigi xususiyatlari men bitta mana bu yerdan pastdan yana bitta uchinchisini ochaman. Bunga nuqta box 3 deb klass beraman. Bunga lorem tushunarli? Endi bu ketdi. Box 3 ni 3-xil position bilan joyini o'zgartirish ko'rsatamiz. Box 3. Xo'p. Demak, bunga width 100, height 50 va bitta background color berib qo'yaylik. Prosta bizga ko'rinishi uchun element qayerda, qanday turganligi mana bizda. Tushunarli? Mana bu yerda turibdi. Endi buni biza pozitsiyasini o'zgartiramiz. Position absolute ko'rdik, relative ko'rdik, static ko'rdik. Bizda fixed qoldi. Tushunarli? Fixed bu pozitsiyasini xotirib qo'yadi. Qayerga nisbatan xotirib desak, biza belgilagan joyga nisbatan, topga nisbatan 10 piksel. Mana. Ko'ryapsizlar, mana tepaga nisbatan 10 piksel. O'zi turgan joyga emas. Misol uchun agar buni ham bironta bir konteynerda ichiga olayotgan bo'lsak ham farqi yo'q. Misol uchun mana shu narsani olib, hozir men yana bitta konteyner yozib, yoki bo'lmasa mana buni ichiga solib qo'ying. Farqi yo'q. U qayerda yozilgan bo'lishini ahamiyati yo'q. Bunga fixed bersak, bu har doim nima qiladi mana?
Konteynerda ichida bo'lganligi uchun o'ng tomondan birozgina nima bo'ldi? O'ng tomonni qiymati berilgan yo'q-da. Bir tekst. Ha. Demak, men buni bizlar hozir topdan 10, leftdan ham 10 berib qo'yadigan bo'lsak, mana. Tepadan 10, bu tomondan 10. Endi bu qanday ishlaydi qaranglar. Bu agar bizlar men buni scrolling qilsak, men bu yerda scroll chiqadi, nimamiz katta bo'lsa. Ko'ryapsizlarmi? Bu joyida qotadi. Ya'ni brauzer ekraniga nisbatan o'zgaradi. Men buni scroll qilsam ham joyi o'zgarmayapti, ko'ryapsizlarmi? Bunga bironta bir veb saytlarga kirganlaringda tepasidagi menyusi, pastga tushaversalaring bitta joyda qotib qoladi. O'shalar mana shunday qilinadi. Buni ham link qilsa bo'ladi. Buni ham misol uchun mana shu divni ichida men prosta hozir Gloriam deb yozib qo'yibman. Gloriam emas. Bizlar linklar yozib ketsak bo'ladi. Ichiga. Lekin bunda hozir qaranglar. Bizlar mana bu yerga qani edi? Wizhead berdik-ku. Wizheadni bermasak ham, Wizheadni o'chirib turaman. Yo'q. Positionni o'chirib turaman. Qaranglar. Positionni o'chirib turaman mana. Bu mana shu yerda joylashyapti. To'g'rimi? Mana bu divni ichida. To'g'rimi? Ekranni konteynerda to'ldirib turibdi boshidan oxirigacha. Chunki buni divda displeyi blok. Shuning evaziga. Endi buni bizlar agar positionni fixed qiladigan bo'lsak, mana positionni fixed qiladigan bo'lsak, men bu ikkalasini o'chirib turay. Positionni fixed qiladigan bo'lsak, bu display block xususiyatini yo'qotadi va inline blockga o'tib qoladi. Inline bo'lmaydi. Inline block bo'lib qoladi. Chunki bunda wizhead ishlaydi. Bu ekranda o'sha gorizontalga nisbatan to'ldirish uchun bizlar bunga nima bersak bo'ladi? Wizga 100%, ya'ni to'ldirib tursin deb qo'yishimiz mumkin. Mana bu tomonga o'tib ketdi. Chunki bu nima qildi? O'zini enini mana bu konteynerda deb o'ylamadi-da. U o'sha nimagacha brauzerni oynasigacha to'liq qilib qo'ydi mana. Kattalashtirsam mana shu brauzer oynasini to'ldirib turadi. Endi agar men bu ikkala qiymatni men ochadigan bo'lsam, kommentariyadan topdan 0 va leftdan 0 ga turadigan bo'lsa, tepaga chiqadigan ekranda, mana ekranni to'ldirib turibdi. Mana link qilsa bo'lar ekanda. Endi buni ichiga men bu Lorem o'rniga sizlar linklar yozib qo'yishlaring mumkin-da. Tushunarli? Boks ichiga men bu yerda men div qilib ketyapman. Bu divni ichida bitta narsa yoki 100 ta ham narsa bo'lishi mumkin-da. Ya'ni element, paragraf, hashtag, link, URL, vlarni qo'llab ketishimiz mumkin. Shunday. Bo'ladi. Hamma narsa qilsa bo'ladi. Tushunarli? Mana g'ildirakchani aylantirganimizda hech narsa o'zgarmaydi. Endi keyingi xil elementimiz yana bitta, men bu yerdan bironta joydan beraman. Men bu ikkita konteyner va buni orasidan beray. Box 4 ga keldik men. Demak, bunga ham bir Lorem 3 beramiz. Demak, men bu yerdan chiqyapti. Konteyner bilan men bu ikkalasini o'rtasidan beryapman. Endi bu box 4 ga qaranglar. Box 4 ga. Hop, background color beraylik. Background color. Endi bizlar hozir ko'rishimiz uchun men bu konteynerda men heigh'ini 600 emas 1200 beray. Biroz uzunroq bo'lsin. Tasavvur qiling, konteynerimiz juda uzun ketgan mana shu. Endi qaranglar. Box 4 ni pozitsiyasini o'zgartiramiz. Endi bu yerda sticky qoldi. Bu yopishqoq pozitsiyaga o'tadi. Ya'ni qanday? Men bunga aytaman, qaranglar.
topga nisbatan, tepaga nisbatan misol uchun 10 emas, endi hop 50 pikselga borganda deb qo'yaylik. Navbat qildik. Hech narsa o'zgarmayapti, to'g'rimi? 50 pikseldan ha. Endi bu mana shu narsani mana scrolling qilganimizda 50 pikselga yetganda mana yopishib qoladi. Boynatagiga nisbatan 50 piksel qolsa ekan. Boynatdagi emas, men brauzer ekrani, men bu brauzer oynasi bor-ku, men bu chiziq. Ana shunga nisbatan, mana shu yergacha nisbatan 50 piksel qolganda to'xtab qoladi. Tushunarli? Ya'ni yopishqoq degani mana shunday, yopishib qoladi o'sha biz aytgan joyiga kelganda. Lekin men bu position berganimizdan keyin positionni berishdan o'zi, men bu position statikda boshqasiga o'zgartirishdan maqsad men bu top, left, right, bottom xususiyatlarini ishlatish. Boya biz aytgan position statikda bu xususiyatlar ishlamaydi. Top, left, right, bottom. Tushunarli? Statikda o'zgarmasdi, chunki o'zini joyini o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun top, left, right, bottomlar ishlamaydi. Position qo'llashdan maqsad mana shularni ishlatish. Top, left, right, bottom. Endi qanaqa qilib ishlatishda o'zini nimalari bor? Misol uchun absolut bo'lsa, ota elementga nisbatan o'zgartirmoqchi bo'lsalar, absolut qilasizlar. O'zini joyiga nisbatan bo'lsa, relativ, qotib qolish kerak bo'layotgan bo'lsa, fixed, yopishib qolish kerak bo'layotgan bo'lsa, static. Tushunarli? Static. Endi bitta mana bu position absolute'da aytilmagan bitta narsa qolib ketdi. Bu oya biz aytdik, bu narsa nima qiladi dedik? O'z anaqasini yo'qotadi. O'z asl joyini yo'qotadi. Ya'ni bizlar mana bu yerda top, left, right xullas qilib mana shu xususiyatlarni o'chirib turaman. Eni, bo'yi, balandligi degan. Bu yer nega saqlanib qolmoqda? Mana bu yerga keldi, to'g'rimi? Position absolute ham birdan o'chiray, uchalasini. Qaraydi, position absolute o'chirdik. Demak, o'zini joyida turibdi. Shunchaki. Tushunarli mana bu narsa. O'zini joyida turibdi. Endi biz nima qilamiz? Mana shu box 2 dan bir nechta qilishimiz mumkin. Misol. Atmaydi, ularga hozir men border ham beraman. Xo'p. Nima yozyapman bu yerda? Mana bu yerga kirib box 2 ga border beraman, bir-biridan ko'rinib turish uchun 1 piksel solid qora rangli va bir-biridan ozroq ajralishi uchun margin ham berib qo'yaman. Endi qaranglar, endi shu joyiga e'tibor beringlar. Position absolute'da nima dedik? O'zini pozitsiyasini yo'qotadi. Bu degani nima degani? O'zini pozitsiyasi yo'qolgandan keyin elementlar nima bo'lib qoladi? Hammasi bitta joyga turib qoladi. Albatta, hammasi mana bitta joyga ostin-ostin qatlam-qatlam bo'lib turib qoldi. Orqasidan keyin bo'lib turibdi, mashina unga qo'ygan. Hammasi bir xil bo'lib turibdi. Vizi ham bir xil, height ham bir xil, hammasi bir xil bo'lgani uchun shunday turibdi. Buni misol mana bunday qilib, mana bu yerga men hozir mana bundan keyin har xil raqam yozib chiqayin. Bir-biridan ajralishi uchun. Qaysi birinchi chiqadi? 5-inchisi. Chunki takmatak mana bunday taqlanib kelgandan keyin ustma-ust bo'lib taqlanadi. Oxirdagi tepada turadi. Agar shu 5 ta qo'ysangiz birga yo'q, endi tasavvur qilinglar, biz mana bu birni oldinga chiqarmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Misol uchun men box 2 dan keyin men yana bitta shunchaki A degan klass berib ketay. Buga ikki xil klass beradi. Ikkita klass berilyapti. Birinchisiga box 2 va shunchaki A. Tushunarli yoki bo'lmasam Z nimasini qo'shaylik, qo'yib qo'ysak. Endi bu tomonda uni alohida ishlatishimiz mumkin. A dan keyin nuqta Z. Tushunarli? Mana bu box 2 larning ichida faqat Z klassi borlariga ta'sir qiladi.
Endi bunga yozamiz. Z indeks degan xususiyatimiz bor. Boya bizda hammasi bitta mana qatlam bo'ldi-ku. Z indeks o'sha qatlamini oshirib beradi. Ya'ni qatlami qancha katta bo'lsa, o'sha nima bo'ladi? Tepaga chiqadi. Misol uchun 2 yozib qo'yadigan bo'lsak, 2 birinchi bir ikkinchi qatlamga chiqyapti. Eng tepa qatlamda. Qolganlar birinchi qatlamda qolib ketyapti. Ha, ikkinchi qatlam tepa, birinchi qatlam past. Ha, mana bunday qatlamda bunday qaraganimizda, misol uchun hammasi birinchi qatlamga turib qolyapti-dagilar, nima bo'lyapti? Bitta misol uchun ostin-ostin turibdi-da. Endi biz birinchisini olyapmiz, Z indeks bilan nima qilyapmiz? Ikkinchi qatlamga qo'yib qo'yapmiz, qolganlari orqada qolib ketyapti. Tushunarli? Mana shu narsa Z indeks, mana shu positionda ana shunday qatlam bo'lib qolganda ishlatiladi. Tushunarli bo'ldimi? Positiondan muammo qolmadimi? Hammasi to'liq tushunarli bo'ldi-ya? Tushungan bo'lsalar, nozman bu yerdagi zapisni to'xtatamiz.